Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan Toshkentga mana avtovokzaldan reyslarimiz ketyapti. Aka-ukalar joylashyapti. Borib keladiganlar telefon qila olasizlar, ekranga nomerlarni yozib qo'yamiz. Ayol kishilar bor, bolaliklar bor. Narxlari o'zgarmaydi. Cho'tga ketadigan avtobuslar mana qo'linglarda bilet bilan ketsanglar bo'laveradi. O'zbekiston nomerda reysimiz. Telefon qila olasizlar, mana aka-ukalar biletlar bilan как положено joylashyapti. Yosh bolalar ham bor. Yosh bolalar ham bor mana. Ketadiganlar telefon qila olasizlar. Biletlar bilan aka-ukalar joylashyapti. Bilet bormi? Kela olasizlar, keta olasizlar do'stlar.